Barcha O'zbekiston fuqarolariga ajoyib xushxabar. O'zbekistonda endi gaz va svit narxi oshirilmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda energiyani tejash maqsadida gaz va svit iste'moliga cheklov kiritish taqiqlandi. Bu haqida Prezidentning 29-aprel kuni qabul qilingan 2026-yilda energiya samaradorligini yanada oshirish qo'shimcha choralar to'g'risidagi farmonida so'z boradi. Shuningdek, 1-oktyabrdan boshlab Big Data va sun'iy intellekt orqali energiya iste'moli doimiy nazoratga olinadi, deyiladi xabarda. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.